qishloqlarga bemalol yetalab yursa bo'laveradi. Mana hech qanday katil avtomatlarigacha o'rnatib tayyor qilib beramiz. Shunday tokka ulasa bo'ldi. Mana mayligini ko'raveringlar mana. Mayda un qoladi. Ta'lim akaning metga olib tashlaveradi metidan. Mana chiqqan holati. Mana molga, qo'yga ham bo'ladi. Mana yorib yorganda qo'y ham bemalol yeyveradi. Qamishni ham. Qo'yani ham xuddi shunaqa qilib bemalol chiqarsa ho'lini shunday o'rib turib, mana bugun o'rilgan qamish. Qo'yani ham xuddi shunaqa qilib o'rib, sirazi chiqarsangiz bo'ladi. Faqat setkasi chiqarish kerak unda. Mana endi hozir ho'l nimalarni chiqardik. Endi mana quruq terak shoxi bilan g'o'zapoyani chiqarib ko'rsatib beramiz. Yo'q.